hech kim yo'qligidan foydalanib, joyini eslab qolgan konfetlardan xohlagancha yeyishi, bundan kompot yopamiz degan mevalarni tugatishi, xolodilnikdagi xohlagan narsadan o'zingcha ovqat qilib ko'rishing mumkin. Bo'ldimi, yo qizdimi, tashaveraymi? To'xta, yana ozgina bor. Susib ko'raylik. Davay. Hamma o'zi tuxum yomon ko'rardi. Aytgancha svet yonmadimikan? Dadalar esa ko'pincha to'yga ketmagan deb chiqardi. Dada uylandi. Bilmadim. DVD borxonaga kirib ketdi-da. Ha? To'ydagilar qaytgan desa, hamma narsani esdan chiqarib, oyimni tubunda nima bor ekan deb qiziqib qo'ymagan bola, menimcha bo'lmasa kerak. Sardor DVDni qo'yganmidi? Ichida disk qolib ketibdi. Aytsang birga ko'rardik. Handalagi yangi konsert chiqibdi-yu. Ha? Dadasi siz sasyapsizmi? Yo'q. Bundan yog'i yostiq sal o'ziga qarab cho'milib yo'nib yuring, baraka topgur. Ha, xo'p. Obuna like va so'rala bola. Nima qilay, cho'mildim-da, yoz. Dilbing bo'lib keting, bir kunda 10 marta cho'milib, menga suv qoldim o'zi. Ay, bo'ldi. Yaqinlar qulog'im. Mana kim bo'lasiz? Ha, meni bolam? Sizni bolangiz bo'lsa, ota bo'lib bir tarbiya bering, urishing kerak bo'lsa, uring. Hop. Bu yoqda meni to'polab qo'yapsan. O'ldiraman hozir gapirib. Ey! Nima obrasi bo'ladi? Ha? Bitta joyingiz achib turmagansiz-da, qo'lingizni tekkizmang. O'sha qo'lingizdagi remingga o'zingiz osib tashlang. Dadasi menga oxirgi marta qachon patak qilganingiz esingizdami? To'g'ri. O'sha payt dinozavrlar ham tirik edi. Mana qulog'imdagi sirg'am yaqinda chirib tushadi. Yangisini hali bir olmasam kerak-a? Onajonisi, olib keldim. Dadasi shu kallangiz ishlamaydi. Shu tillangizni puliga bilasizmi, qancha go'sht berardi? Ha? Ha, bir oy yardim mazza qilib. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Odamlar eriga o'shanda quyuqqina hayallashishni ham bilmaysiz. Ha, nima qilay? Dugonalarim eri ishga ketayotganda xotinini o'pib quchoqlab ketadi. Bo'pti, men ishga ketyapman. Keting? Xayrlashmaysanmi? Ko'p kunduzi siz uyalmaysizmi? Mana endi bolalaringiz ojon ko'rib qolsa nima deydi? Suyuq. Xotin Wi-Fi parolni yetishida. Onam tug'ilgan kunlari dadasi. Esingizda-ku, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Internetga kirmay qo'yaveraman. Yuzimingmi? Mana bundan yechib olasiz. Bo'ldi, brat, qo'ldan etchi. Hozir. Alyumin plastigin qo'lini nechi? Senimi to'y bo'lgan yilida? Naftomislar. Futbol boshlanadi. Televizorga ham parol qo'yganmisan? Necha endi bu? Menga gulobga bergansangiz dadasi. Qachondan sen gulobga berding? Shu qachonga bergansiz oxirgi marta esla olasizmi? Mana telefoningni ochib ber. Opam o'g'lini sunnat qilgan chizgini tering. O'zimni qachon sunnat bo'lganim esimda yo'q, lekin uni bilishim kerak, a? Zo'r. Dadasi bu turibdi, rosa qiynalib ketdingiz-a. O'shada Bo'ldi endi, xohlagan narsangizni kiravering, kirmoqchi bo'lsangiz kodsiz. nima? Tushunmadim. Nima? Kodsiz deyapman. Indamagan sal va shu o'zingga ketyapsanmi? Tortib yuboring mashina. Nima tushunmaysiz? Kodsiz, parolsiz deyapman. Shirafa. Adasi mana qarang. Zo'r. Zo'r. Orqasida nima bor edi? Orqasida nima bor endi? Adasi. Qanam megajin. Kimni aytyapsan? Jinini yoqmayman deb bir bekitib qo'ydingizmi? Qo'shni, nimagadir mashinam yurmayapti. Bitta shuvoring. Hozir qo'shni. Qatga? O jinni sen hozir yosh katta xotindan ham rashk qilyapsanmi? Hozir yosh katta, keyin eshiklar bilan yurish modada. Yo'q, fix. 6. Adasi, to'g'risini ayting, birinchi qavatda kim bo'lgan? Boshlandi. Kim bo'lardi sanda? Va hammada bo'ladi, men o'tirib tushunmayman. Lekin Balki kerak emasdir. To'g'risini aytsam, kollejdagi shoxsizda zo'r edi. bilgandim o'zi, menga umuman gapirmang. Xafaman sizdan. Tursana. Yur oldimga tush. Adangga o'xshamay o'l. Yomon sudralding deb tezlash. Adasi, yoningizdagi kim? O to'poy o'rtog'im bu, erkak bu, erkak. Tushunyapsanmi? Voy, uzr adasi, rashk qilib o'rganib qopmanda. Lekin hozir shunaqa bolalar ko'payib ketdi-da.